Dunyoning eng qimmatbaho 3 zotli oti. 3-o'rin Axalteka oti. Bu ot o'zining metalga o'xshash yaltiragan jilosi va kuch bilan uyg'unlashgan nafisligi bilan ajralib turadi. U Turkmanistondan kelib chiqqan va dunyodagi eng qadimiy hamda kamyob zotlardan biri hisoblanadi. Bugun butun dunyoda atiga 8000 ta Axalteka oti mavjud. Uning betakror go'zalligi va kuch tufayli bitta otning narxi $100,000 dan oshishi mumkin. 2-o'rin Arab oti. Faqat qimmat emas, u eng qadimiy zotlardan biri hamdir. Arab oti yoki ko'p hollarda aytilganidek arab tulpori o'zining go'zalligi va aql bovar qilmas chaqqonligi bilan tanilgan. Ba'zi zotdor arab otlari $100,000 dan boshlab $1,000,000 gacha baholanadi. Eng mashhur misollardan biri Samaroda nomli arab tulpori bo'lib, u tulporlar orasida afsonaga aylangan va $1,5 million ga sotilgan. 1-o'rin toza qonli otlar. Tarixdagi eng qimmat ot aynan shu zotga mansub Fusiachi Pegas ismli tulpor bo'lib, u $70 million ga sotilgan. Bu zot tezligi va manevr qilishi bilan mashhur bo'lib, poygalarda eng ko'p yutadigan otlar sirasiga kiradi va xalqaro musobaqalarda doim favorit hisoblanadi. Sizga qaysi zotli ot ko'proq yoqdi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.